Ketdik, mashinadan tushamiz. Ketdik, mashinadan tushamiz. Shamol, sovuq. Mana shunaqangi joy. Bu tomoni Vilniusga ketish. Yo'lni bu tomoni Klaipėdaga. Hozir men sizlarga bugungi neft narxini ko'rsataman. Mana refchilarimiz ishlarini bozor kuni ham davom ettiryapti. Mana shunday agregatlar turar ekan bu yerda. Bu Nest zapravkasi. Bolalar maydonchasi. Zo'ra bolalar uchun mazza. Mana shu tomonda ham Klaipėda shaharchasi, ham sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim bugungi qora oltinning bahosi, Litvadagi haqiqiy bahosi. Atrofda yashash hududi. Chiroyli. Bu tomoni Vilniusga qarab yurish. Ko'pchilik bilsa kerak bu tekshiruv maskanini. Klaipėdaga kiraverishda mana shunday yuk mashinalarini tekshiruvchi joy hisoblanadi. Yo'lning narigi betida mana juda katta inshoot qurilgan. Bu inshoot ko'rinayotgan bo'lsa agar juda ham katta inshoot. Mana uni nomi. Mana shunday suv quvurlari ham bu joyda joylashgan. Men turgan joyda Hesburger odamlar ovqatlanish joyi. Zo'ra. Bu hafta mana shunday joyda dam olishga to'g'ri keldi. Ba'zan garchi yaqin bo'lsa-da, bazadagi xo'jayinlar meni bazaga sig'dirishmadi. Noiloj, nima qilamiz? Taqdir. Shunday nasib qilgan ekan. Majburmiz shunday joylarda ba'zida dam olishga to'g'ri keladi. Hammaga omad. Shu bilan meni sayohatli videom nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa obunani bosing, like, videoni oxirigacha ko'rish. Iltimos,